Minho TV taqdim etadi. Rollarda Chon Il-u, An Je-hyun, Pak Soo-dam, Lee Chon-shin, Chhwe-min, hamda Son Na-in. Zolushka va to'rt ritsar. Qadim o'tgan zamonda Zolushka ismli go'zal va mehribon qiz yashagan ekan. Lekin uni doim o'gay onasi va o'gay opalari xohlashar ekan. Ammo u bir kuni ajoyib shahzodani uchratibdi va ular birga baxtli hayot kechirishibdilar. Umuman bo'lmagan gap. Hozirgi zamon zo'rshkalarining salom va vaqtlari yo'q. Yoqimli shahzodalar bilan uchrashga ham, boshqasiga ham, chunki ular tinmay ishlashlari kerak. Buning ustiga hozirgi shahzodalar g'arda ahmoqni o'zi o'zlarini podsho deb o'ylaydimi? Juda ham kibrli. Kimdir ularni o'rnini bildirib qo'yish kerak. Yaramas. Zolushka. Shunday ekan, qandaydir tentak shahzodani kutib o'tirmasdan doim o'zingizcha harakat qiling, xo'pmi? Ha! Yaxshi. Bu kelishgan yigitlarga bir qarang. Kutib turinglar, xo'pmi? Keyingi oyda men ham talaba bo'laman. Qani akalar, pizza buyurtmangiz keldi. Ey, bu kim bo'ldi? Buni qarang-ya. Meni ko'z oldimda jinoyat qilishga qanday xata sig'di? Ushladimmi? Endi aniq o'lding. Tamomsan endi. Yen ozgina. Блохай. Yo'q. Xudoyim, qayoqqa g'oyib bo'ldi-ya? Mana. Katta rahmat sizga. Hech bo'lmasa bir finjon qahva olib beray. Raqamingizni bera olasizmi? Qandaydir bo'lsa ham minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Hozirgi ketgan yigit kim edi? Go'yoki ovqatdagi shahzodani uchratgandek bo'ldi. U hatto sumkamni ham olib kelib berdi. Ha, demak bu sumka sizniki ekanda? Bu sumka xuddi mening shisha poyabzalimdek. Shisha poyabzal ham xayol. Lekin dunyoda hali ham yaxshiroq yigitlar borga o'xshaydi. Eshityapman, xo'jayin. Men hozirgina buyurtmalarni topshirdim va ortga qaytyapman. Tez orada yetib boraman. Nima istaysan? Sumka. Sumkami? Men Uni taniysanmi?
Nima? Yo'q, shunchaki. Chindan meni dugonam bilan yurishing shartmidi? Men uchun ayollarni bu dunyoda ikki xil turi mavjud. Birinchisi men uchrashib bo'lgan, ikkinchisi esa endi uchrashadiganim. Xo'sh, dugonang uchun endi alohida toifa ochishim kerakmi? Nega? Rostdan shunday qilmoqchimisan? Yigit tanlashda diding yo'q ekan. Senga yana nima kerak? Seni kuttirib qo'ydimi? Qani ketdik. Xanoyal guruhiga qiziqishim yo'q deganding shekilli. Unda nega bu yerda o'ralashib yuribsan? Balki bu yerga kelaverib, bu mehmonxona va kompaniyani tobora xohlayotgandirsan, a? Bularni barchasi senga meros qoladi deb xom xayol qilmayapsanmi? Bo'lmaydi deb kim aytdi? Hazilni oshirib yuboryapsan menimcha. O'z o'rningni unutib qo'ydingmi yoki, a? Sen hech kimsan, tushunmovchilik bo'lmasin. Boshqa haddingdan oshma, tushundingmi? Hazilga o'xshayaptimi? Senga nima kulgili ekanini ko'rsataymi? Akangni yoqasidan olishga qanday hadding sig'di? Kattalarga hurmatda bo'lish kerak. Akam deysanmi? Sizlar mening oilam emassiz. Yo'qol ko'zimdan. Menga yetishga hali ancha urinasan. Hoy, men. Nega u bilan doim janjallashaverasan? Tortishni men ham istamayman. Unda tortishma. Nega o'zing amal qilmaysan? Yigit tanlash deding juda ham past. Turmushga chiqadigan yigiting uchun mendan ruxsat olishing kerak. Yana vaysashni boshladingmi? Tushlikka kech qolgan ham o'zingsan. Ketdik. Yo xudoyim, bechoraginam. Nima qilibdi? Bugun kun oxirigacha muddati bor-ku. Baribir hammasini tashlab yuborasiz. Undan ko'ra men yeb qo'ya qolaman. Mayli, ola qol hammasini. Siz dunyodagi eng zo'r odamsiz, janob. Xalaskorimsiz. Ha, rostdanmi? Hayır. Mayli, hayır. Bularning bari nima uchun? Sevgi uchun. Bir xil poyabzal nima uchun? Sevgi uchun. Bir xil kiyimlar nima uchun? Sevgi uchun. Juftliklar uchun uzuklar nima uchun? Sevgi uchun. Men nega buncha semirib ketdim? Sevgini deb. Men uyga qaytdim. Hoy, idishlarni tuzukroq yuvgin. Yoki ish qilgin kelmayaptimi? Kechirasiz. Keyingi safar yaxshilab ishqilab yuvaman. Kimyoviy tozalashga tashlagan kiyimlarimni olib keldingmi? Esimdan chiqibdi. Uzr, opa ertaga olib kelaman. Uf, yana opa deydi-ya. G'ashimga tegyapti. Hech narsani eplolmaysan. Xudo biladi, kimga tortgansan o'zi. O'lgan onasiga-da kimga bo'lardi? Naviga jinni ekan. Oshxona xodimi kerak. Yarim kunlik ishlar ro'yxati. Bunga keyingi hafta qo'ng'iroq qilaman. Do'kondan maoshimni 3 kundan keyin olar ekanman. Restorandagisi esa 1 haftadan keyin tushadi. Maqsad: o'qish to'lovi uchun 4 million won yig'ish. Yana ozgina qoldi. Sen buni uddalaysan. Yana bitta ish topish kerak. Telegramdagi Minho TV kanali taqdim etadi. Ushbu dorama Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Aryum, Mitsuha, Elmurod hamda Minho ishtirok etdi. Bizni Telegramdan Minho pastki chiziqcha TV deb qidirib izlab topishingiz mumkin.
Soat 18:00 da aniq shu yerda bo'linglar. Bobongizga aloqador muhim e'lon bor. Agar kelmasangiz hamma kredit kartalaringizni muzlatib qo'yaman. Agar kelmasang, tug'ilishing bilan bog'liq sirni umrbod yashiraman. Bobom kasodga uchradimi? Yoki yiqilib tushdimi? Bobom qayerda? Kartalarimni muzlatishga arzigulik qanaqa sabab bo'lishi mumkin? Shu sababli bugungi rejalarimni bekor qildim. Aks holda uchalangizni bir vaqtda ko'ra olmasdim. Bizni siz chaqirdingizmi? Biz bilan hazillashyapsizmi? Bu bobomning. Nima bu bobomning to'y taklifnomasimi? Ha, jiddiy aytyapsizmi? Uyalsangiz bo'lardi, bu yaxshi ish emas. Men bormayman. Borishni istamayotgan yolg'iz sen emassan. Uchalangiz ham oila sifatida ishtirok etishingiz shart. Oila dedingizmi? Avvaliga qayerdandir bir amakivachcha paydo bo'ldi. Endi esa onam tengi buvi kelyaptimi? Shuning uchun ham bormayman dedi. Oy, yana urushyapsizmi? Kang Jivon. Meni bunday chaqirma. Men Han Jivonman. Men ham keta qolay-endi. Vaqtim juda tig'iz edi. Sen kelishing shart. Albatta. Axir bu bobomning naqd 5-to'yi-ku. Hatto sovg'a ham olib boraman. Bu yerda raisning boshqa nevaralari birga istiqomat qilishadi. Sizga ham shu yerdan xona tayyorlab qo'ydik. Biroz dam olinglar. Rais kechki ovqatga keladi. Ha, eshitaman janob. Hozirgina uni olib keldim. Sen kimsan? O'zing kimsan? Kimligimni bilmaysanmi? Yangi keldingmi deyman? Ha, yangi farroshmisan? Mayli, birinchi kuning bo'lgani uchun demayman. Ketaver endi. Nima? Janob Kanjivon. Sizlar amakivachchasizlar. Amakivachcha? Janob Kangjivon, amakingiz marhum Sokcholning o'g'li bo'ladi. Sokchol amakim uylanmagan bo'lsa, qanday qilib farzandi bo'lishi mumkin? Juda g'alati. Uni yaxshilab tekshirdingizmi o'zi? Voy. Qanday oiladansan o'zi? Aytmoqchimanki, qanchalik zo'r oiladansanki, shunchalik yashirib kelishdi seni. Yoki shu paytgacha chet eldamiding? Qaysi maktabda? Onam 10 yil oldin vafot etgach, yetimxonada yashadim. Maktabdan ham haydalganman. Nima?
Qoyil. Janob Kang Jivon, bu Tavba. Rosa xavotir olibman-ku, lekin baribir. Yangi nabiralar topish bobomning hobbisi bo'lib qolganmi deyman-a? Yaqindagina ko'chada anavi musiqachi bolani olib kelgandi. Endi esa bunisi. Juda kengayib boryapmiz, to'g'rimi? bu yerdagi sharoitga tez o'rganib ketasiz. O'rganishim kerakmi? Janob Kim, Eshitaman. direktor Kim keldi, janob? 10 daqiqa. Xanyon Finance Times gazetasi biz haqimizda g'iybatlar yozyapti va bu kompaniyamizni nufuziga ta'sir qilyapti. Va shuningdek, to'yingiz va nevaralaringiz haqida gapiradigan bo'lsam, Bu haqida qayg'urmasang ham bo'ladi. kechirasiz. O'sha nashriyotni kecha sotib oldim. Agar yana shunga o'xshash muammo chiqsa, borib birorta internet portalini sotib ol. Shu xolos, ketaver. Ular nima deyishdi? Menimcha, ularning hech biri kelmaydi. Demak, ularning birortasi ham meni tushunmas ekanda. Bularning barini endi bir o'zim eplay olmayman. Xanyul guruhini boshqaradigan merosxo'r kerak. Ular hali juda yosh-ku, janob. Lekin ularning birga yashab o'zaro kurashishlarini kuzatib, qaysi biri bu lavozimga loyiq ekanini bilib olishim mumkin. Tushunarli, janob. To'yimda yuz ko'rsatishlarini ta'minla. U kuni ko'pchilik bizni kuzatadi. Agar yoshlik qilishyapti deb qilgan xatolarini kechiraversam, oxir-oqibat bular yig'ilib, ularni yomon insonga aylantiradi. Bu esa Xanyul guruhiga zarar keltiradi. Sizni tushundim, janob. Bu nechinchi marta sodir bo'lyapti o'zi? Yana ta'mirlash pulini to'lashib kerakmi? Agar shunday qilaversangiz, bizni qiyin ahvolga solib Bu qo'yasiz. meni aybim emas. U yerda nima bo'lyapti? Bu yana o'sha yigit-ku, qanaqadir bloger bo'lsa kerak. Mashinasini o'zi buzib, bizga to'nkamoqchi menimcha. Bu nechinchi marta internetda yomon izoh qoldiraman deb bizni qo'rqitadi. Tavba. Yaramas! Yana sen kimsan? Nima o'lgin kelyaptimi? Unchalik emas. Nima? Nimalar deyapsan, dirrancha? Bu mashina qancha turishini bilasanmi o'zi? Sendan ko'ra yaxshiroq bilsam kerak. Hoy. Ikkala mashinaning ta'miri uchun o'zim to'layman. Jivon, istagan narsangni tuzattirib ol, lekin evaziga uzr so'ra. Uzr so'ragin va boshqa bu yerga kibrli qiliqlaring bilan kelma. Kang sovuq qayerda qoldi? U tayyor turish kerak edi. Qayoqqa ketdi? Kang sovuqni topinglar. Hoy, sen ana bu yerni qara. Qanday qilib SMS orqali tashlab ketasan? SMS bo'lsa nima qilibdi? Hatto smaylik yuborgandim. Menimcha yig'layotgan yulduzcha edi. Meni o'z ayolim deganding-ku. Ha, shunday. To'g'ri? Chunki dunyodagi barcha ayollar mening ayolim. Mana shuning uchun vaqtim ziq. Qo'y, qani quyon men. Hozir ko'rsatib qo'yaman. 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 Qo'y, qani quyon men. Hoz
Bu mishmishlar haqiqatmi? Qanaqa mish-mish? Ajrashganda qizlarning bitta tilagini bajo keltirarmishsan. Nimani istaysan? Yana bitta mashinam ketdi. Taksi! Oh, anavi nima bo'ldi? Nima? Hech narsa yo'q. Yana laqa tushding. Bunchalar sodda bo'lmasanga. Qo'ysangizchi janob. Uzr, azizim demoqchi edim. Yo, anavi yubkangdagi nima ekan? Yubkamga nima qilibdi? U judayam yarashibdi. Meni aqldan ozdirasiz bu ketishdi. Albatta yarashadi-da. Tabriklashga shoshilma, endi boshlayapman. Nevaralari? Ulardan xavotir olmasa ham bo'ladi. Bari erkatoy o'z boshimchalar. Meni o'z rejam bor. Yangi buvim va onam tengqur. Bunaqada menga chaqaloq amaki sovg'a qilishlari ham mumkin. Shu bilan oilaviy shajarada haqiqiy chalkashlik bo'ladi. Menga past nazar bilan qarashyapti. Nima, ularga meni fikrim muhim emasmi? Lekin shunday qarab turmasligim kerak. To'g'rimi? Nima qilmoqchisan unda? Marosim ertaga bo'lar ekan. Mayli, bobomning to'yini bir gullatib qo'yamiz-a. Men bilan yuring. Men to'yga anavi eshikdan birinchi kirib kelgan qizni o'zim bilan olib boraman. Miyangni tekshirib ko'rishimiz kerak. Uning ichida qanaqa xayollar bor ekan-a? Lekin bu yerga keladigan qizlar unchalik oson o'lja bo'lmasa kerak. Menga farqi yo'q. Telba bo'lsa yanada qiziq. Pizza buyurtmangiz keldi. G'alati-ku. Aniq to'g'ri manzilga keldingmi? Nima? Pizza buyurtma qilgansiz? Yo'q, men buni nazarda tutyapman. Bu joyga lift ishlamayapti, zinadan chiqing. Yoki uyda hech kim yo'q, eshikdagida qoldiring degan narsalarni yozish mumkin xolos. Buni kim aytdi? Bu qonuniymi, ha? Men eng chiroyli kuryer qizni yuborishlarini iltimos qildim. Lekin senga o'xshagan xunuk qiz keldi. Mijoz sifatida o'z noroziligimni bildirishga haqqim bormi? Kartadan to'laysiz, to'g'rimi? Jami 184,500 won bo'ladi. Kayfiyatim buzildi, yegim kelmayapti, nima qila olasan? Masxarabozlikni yig'ishtiring-da va yaxshilikcha to'lab qo'ying. 184,500 won. Nima balo? Mijozga jahl qilyapsanmi nima? Nima bo'ldi? Jahling chiqdimi? Shunchaki yetkazib beruvchi hasharotsan xolos. Nimaga buncha ko'p gapirasan? Hey, shoshma. Nima qilmoqchisan? Mushlatsang, kasalxona pulini to'lashingga to'g'ri keladi. Mushlashaman deb kim aytdi? Xonim, mana men to'layman. Iltimos, to'lashga ruxsat bering. Meni mazax qilganingiz uchun ham uzr so'rang. Mayli. Uzr so'rayman. Uzr so'rayman, bo'ldimi? Mamlakatda qanchadan qancha kuryerlar tunu kun mijozlar uchun yelib yugurib ishlashadi. Sen esa bizni qandaydir hasharot deyishga jur'at qildingmi? Yana taqqoslashga Yaxshi, olaymi? bunisi uchun ham uzr so'rayman. Hayotingni bunday o'tkazma. Noqulaylik uchun uzr so'rayman. Uni olib kela olaman deb o'ylaysan. Menga past baho beryapsanmi? Men
so'zida turadigan erkakman. Erkak kishi bitta gapiradi, va'damni bajaraman. Tushundingizmi? Qani endi ketdik. Yuring. Bu oxirgi kollejmi? Qabul natijalarini tekshirish. Chixveyuni qabul qilinmadi. Aytdim-ku, kollejga borishni istamayman deb. Qo'shiqchi bo'lishni istayman. Voy dod! Kanku meni uchratishing uchun seni qimmat tayyorlov kurslariga yubordim. Boyvoychalarni, repeterlarni yodladim. Hech bo'lmasa o'qishga kirsang bo'lardi. Bu ham ish bermabdi. Baribir emasmi? Nega alamingizni mendan olyapsiz, jin ursin? Men uyga qaytdim. Maktabni bitiryapsan, nega hamon maktab formasini kiyib yuribsan? Odamlar ko'rsa, kambag'al oiladan ekan deb o'ylashadi. Seni emas, meni gapirishadi. Shunchaki bu qulayroq. Qulayroq degan? Meni kechiring. Yana bir tekshirib ko'r. Nimani tekshiraman, foydasi yo'q. Oyijon. Kompyuterdan foydalansam maylimi? Nima? Sen ham topshirganmiding? Mayli. Tekshirib ko'r. Pedagog universiteti. Men o'qituvchi bo'lmoqchiman. Bu onamning orzusi edi. Voy xudoyim, faqat o'lgan onangni eslab yashaydigan bo'lsang, seni katta qilishimdan nima foyda? Men unaqa demoqchi emasdim. Nima bo'lsa ham, judayam baland parvoz qilma. Aks holda hafsalang pir bo'lishi mumkin. O'z o'rningni bil va tengingga yarasha orzu qil. Qabul natijalarini tekshirish. Tabriklaymiz, qabul qilindingiz. Bilasanmi, hamma ham o'qishda o'qa olmaydi. O'qish uchun pul kerak. Boshlang'ich to'lov uchun yetarlicha pul yig'dim. Qolganini esa o'qish davomida yarim kunlik ishlar bilan to'layman. Bu ajoyib, ajoyib. Bugun kunim juda og'ir o'tgandi, lekin bu xabar hammasini yuvib ketdi. Oyijon, men endi talabaman. O'qishga kirdim. Oyi! Tez orada meni talaba bo'lishimni istagan orzungiz amalga oshadi. Qizingiz Zora, to'g'rimi? Oyijon, sizni sog'indim. Tez orada oldingizga boraman. Janob Kim. Janob Kim. La'nati. Boshqaruvchi, shu yerdamisiz? Janob Kim. Nega uy bunchalik tartibsiz? Bu yana nima ovoz? Bu yerda hech kim yo'q-ku. Bu yerdaman, men bu yerdaman, janob shiftda osilib turibman.
Janob, meni kechiring, lekin men ishdan ketyapman. Nevaralaringiz haqiqiy iblisni o'zi. Zolimlar, iblisvachchalar. Yo'q, janob, aslida unday demoqchi emasdim, kechiring. Hechqisi yo'q. Bu irsiy narsa. Janob, Bir kun ham tinch o'tmaydi. Yigitlarni bir joyga yiqqaningizda buni kutgandingiz, shunday emasmi? Shunday bo'lganda ham bu uchtasi birga yashayotganiga 1 yil bo'ldi. Ularni bunday qilishiga qarab tura olmayman. Iloji boricha tezroq yangi boshqaruvni topaman. Pulini berib birortasini toping. Ishonchim komil. Agar u ham ketsa, qimmatrog'ini yollaymiz. Xo'p bo'ladi. Kimni yollasam ekanki, bularning hammasini aqlini kiritib qo'ya olsa. Ertaga maoshimni olsam, to'lovni amalga oshirishim mumkin. Nihoyat 4 million won yig'dim. 4 million. 4 million. Ha, 4 million. menimcha adashyapsiz. Nima? Bu narsa 4 million turadimi? Kechirasiz, janob. Buning narxi 1500 won. Buni bittasini olsangiz, bittasi bepul aksiya bo'yicha. Nima? Bittasini olsangiz, bittasi bepul. Bu nima degani? Yana bitta muzqaymoqni tekinga olasiz degani. Shunaqasi ham bormi? Qoyil. Lekin nima qilaman, men faqat bitta yemoqchi edim. Baribir ikkinchisi tekin-ku. Shunchalik mazalimi bu? Tekinda. Tekin bo'lsa nima, toshni O'zingiz yuzasanmi? boshladingiz-ku. Lekin men mijozman. Lekin pulini to'lab bo'lding. Ho, yana sansirashini qarang. O'lgudek qaysar ekansan. Lekin shunisi, ayni muddao. Senga bir iltimosim bor. Nima ekan? Ertaga soat 9 dan yarim tungacha vaqtingni menga ajrat. Bor yo'g'i 3 soat. Yo'qol, xo'pmi? Hoy, men hali gapimni tugatmadim. Eshitishimni xohlasang quloqqa kiradigan gap ayt. Sendan tekinga vaqt ajrat deganim yo'q. Mayli pulini to'layman, 1 million. Yoki 2 million. Xo'sh, nima deysan? Muzqaymoqing ayniganmidi? Xavotir olma, menda pul ko'p. Odatda shunday deydiganlar eng ko'p aldaydiganlar hisoblanadi. Nima, odamlarni pulga sotib olish mumkin Ha, demoqchimisan? nima qilibdi? Muammolarni janjal yoki mushtlashuvsiz pul bilan hal qilish bu menimcha eng samarali tinch yo'l hisoblanadi. Muammoni hal qilishning o'rniga uni pul bilan yopish yaxshiroq demoqchimisan? Ha, meni yaxshi tushunding. Xo'p, isbotla unda. Qanday isbot? Vaqtimni sotib olishga yetadigan puling borligini isbotla. Mana shuncha isbot yetadimi? Senga chek kerakmi? Raqamingni ber. Bugungi kunda qizlarni raqamini olish uchun nimalar qilmaysan-a? Hoy, nima deyapsan? Ko'rdingmi? Meni qanchalar jentelmenligimdan tiling aylanmay qoldi. Qo'ng'iroq qil. Shundan 27 santimetr bering. Biz faqat ulgurji sotamiz. Bunday oz miqdorda sotmaymiz. Lekin boshqa hech qayerda bunday rangdagi mato yo'q. Bu yerni rosa aylandim va sizni zo'rg'a topdim. Bu meni muammoyim emas. Men 9000 santimetrdan kamiga sotmayman. Iltimos, faqat shu safar. Talabamisan? Mayli, anavi namunani ola qol. Shunchaki namuna olish uchun shuncha yo'l bosib kelmagan bo'lardim. Men juda muhim marosim uchun kiyim tikyapman. O'tinaman. Iltimos. Endi yo'q. Voy xudoyim! Senga nima bo'ldi? Hamma namunalarini aralashtirib yubording-ku, ularni qayta tartiblash uchun bir kun vaqtim ketadi. Sen nima? 30 daqiqada qilib beraman. Nima? Rastangizni 30 daqiqada avvalgi holatiga keltirib beraman. Evaziga esa menga o'sha matodan sotasiz, kelishdikmi? Mayli, qani, urinib ko'rchi.
Ushbu dorama Telegramdagi Minho TV tomonidan o'zbek tiliga o'girilmoqda. Bizni kuzatishni davom eting. Ayo, nega kechasi bu yerga keldingiz? Meni sog'ingandirsiz deb o'yladim. Kechki ovqat yedingizmi? Yo'q, keyinroq yeyman. Yo'q. Unda yaqin atrofdagi do'konga kirib o'taman. Yo'q, shart emas. Shu yerda kuting. Xush kelibsiz. Bularni isitib bera olasizmi? Albatta. Jami 98,000 won bo'ldi. Janob, Bir daqiqa. Yana do'kon taomimi? Nega u bizga bunchalik past nazar bilan qaraydi? Yana nima bo'ldi? Shuncha pulni bekorga sovurgandan ko'ra menga qarz berib tursa bo'lardi. Kerak edi-da. Yana biror narsani boshladingmi? Yo'q, men emas. Shunchaki ukam bittasini do'pposlab qo'yibdi. Endi esa ular kelishi uchun 6 million won so'rab turgandi. Esingdan chiqar. U bizdan o'zini xuddi oldingidek tutishimizni so'radi. Bu degani u pul haqida gapirishimizni xohlamaydi. Lekin o'shanda rostdan ham nochor edik-ku. Menga qarang, u bizga adolatsizlik qilyapti. Bir-birimizni necha yildan beri tanisak. Bunaqa gaplarni bas qil. Birov bilan aloqani uzish uchun bir lahza kifoya qiladi. nima bo'lyapti? Janob, ovqat pulini to'lashingiz kerak. Ha, Pulingiz yo'qmi? Hammasini isitib bering dedingiz. Men hammasini ochib bo'ldim. ertaga to'layman. Nima? Nega menga butun dunyo qarshi? Bunga qanday ishonay? To'layman dedim-ku. Pulini to'lamaslik uchun shunday qilyapsiz, to'g'rimi? Bunday yo'l bilan aldash uchun menda pul haddan ziyod ko'p. Atay asabga o'ynayapsizmi? Tezroq to'lang, xo'pmi? Juda qo'pol ekansiz. Hatto uzr ham so'ramaysizmi? Ertaga albatta pulini olib keling, xo'pmi? Eshitaman, Cholxun. Bak, Heji, sen uchun aql bovar qilmaydigan yangiligim bor. Nima ekan? Xiyonmin bobosini to'yiga bir qizni olib kelishi mumkin ekan. Shuning uchun o'zingni qo'lga ol. Qiz deysanmi? Xiyonminning qizlari ko'p-ku. Bo'pti. Jarohat oldingmi? Hammasi joyida. Qachon kelding? Hey, barmoqlaringni doim shunday qilib olasan. Yamoqlar qayerda?
oyijon. Dada, bandmisiz? Sizni ko'rmaganimga ham 6 oy bo'libdi. Uyga qachon kelasiz? Ertaga onamni vafot etgan kunlari. Kela olasizmi? Kechirasiz. Eshitaman. U yerda turgan Xokton qayerga ketdi? Onamniki edi. Ha, bu yerdagimi? Xabaringiz yo'qmi? Bu joyning to'lovi kechiktirilgan. Vasiylar bilan ham bog'lana olmadik. Ularni tashlab yubordik demoqchimisiz? Albatta, tashlab yubormadik. Shunchaki omborda saqlayapmiz. Omborda? Ha? Qanday qilib to'lov kechikgani uchun shunchaki omborga tiqib qo'yishingiz mumkin? Odamlar xato urgandan keyin ham ijara to'la olmagani uchun Shuning qaytaladimi? bizni ham o'z qoidalarimiz bor. Sizdan qancha qarzimiz bor? 5 million won. Nima? 5 million. 5 million? Yo'ldan qoching. Tinchlik saqlay olasizmi? Uzr so'rayman, janob. Yuring, tashqarida gaplashamiz. Iltimos, janob. Onamni ombordan olib bera olasizmi? Iltimos, janob. Iltimos. Janob, ovqatni pulini to'lashingiz kerak. Hatto uzr ham so'ramaysizmi? Oyijon, sizga sovg'a. Bog'cha opamni aytishicha, oqatir gullar hurmat qilingan insoningizga berilar ekan. Xuddi shunday hurmatga sazovor o'qituvchi bo'lgin. Qizim Havo. Oyijon,
Menda pul bor. Lekin siz meni o'qishimni orzu qilgandingiz. To'g'rimi? Bu sizni tilagingiz edi. Shuning uchun kollejga boraman, xo'pmi? O'qishga borsam bo'ladi. Men sizni faxrlanadigan qizingizman. Shunday ekan o'qiy olaman, to'g'rimi? Yo'q. Kechiring, oyi. Kechiring. Men o'qishga boraman. Hozirgi gaplarimni unuting, oyijon. Hozir oyi, judayam qiynalib ketganimdan shunday dedi. Hozir ahvolim juda og'ir. Sizni judayam sog'indim, oyijon. Oyi. Meni kechiring. Meni kechiring. Tadam! Qalay? Buni to'yga kiyish uchun tikdim. Qanaqa to'y? Boboyni to'yi. Sen ham borasan-a? Bormayman. Rostdan bormaysanmi? Baribir meni u yerda hech kim kutmaydi. Eshitishimcha, Xiyon meni qandaydir qizni olib borarmish. Bu seni bezovta qilyaptimi? Men bilan bora olmaysanmi? Odatda har qanday iltimosingni bajargan bo'lardim, lekin Mayli. Kechir. javobini bila turib nega so'rading? O'zimni yomon his qilyapman. Yaxshi. Menga yana 1 million won kerak. Taklifing hali ham o'z kuchidami? Albatta. Mayli, lekin evaziga naqd pul berasan va men chek bera olmayman. Mayli, yaxshi, juda ajoyib qiz ekansan-da. Naqd berganim bo'lsin, lekin o'rniga bir qo'shimcha narsa so'rayman. Yana nima haqida gapiryapsan? 3 soat ichida unashtirilgan qizim rolini o'yna. Nima? Unashtirilgan qiz? Nima, istamaysanmi? Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi. 3 soatda shuncha pulga ega bo'lasan. Senga nega 3 soatlik kelin kerak bo'lib qoldi? Bu bobom tufayli. Boboy? U og'ir kasal. U o'limidan oldin mening uylanishimni ko'rmoqchi. Rostdan ham kasalmi? Ha, bugun bir qarindoshimni to'yi va bugun bobomni kasalxonadan chiqadigan oxirgi kuni. Tushunarli. Yolg'oningga sherik bo'lishni istamasdim, lekin hozircha rozi bo'laman. Ammo agar meni aldashga urinsang, jim qarab turmayman, tushundingmi? Kelishdik, endi unashtirilgan ekanmiz, tanishib olishimiz kerak. Men Kang Hyun Minman, senchi? Men Eun Havonman.
Sen juda bir ajoyib qiz ekansan-da, yoningda men turganda nega boshqa joyga qarab o'tiribsan? Hoy, senga nima bo'ldi? O'zingni yaqindek tutma. Axir biz unashtirilganmiz-ku. Shuning uchun mos rol o'yna. Yig'ishtir. Bugun 3 soat menikisan. Shuning uchun mos rol o'yna. Boshqa imkoniyat kelmaydi bunday. Hammasi yarim tunda o'z vaqtida tugaydi. Bu Hanyu prezidenti Kan Jon-doning 5-to'yi bo'ladigan joy. Aytishlaricha, Koreyadagi boy oilalar bugun oqshom 2 toifaga bo'linadi. Taklif qilinganlar va taklif qilinmaganlar. Lekin eng qizig'i shundaki, shu paytgacha biror marta bir joyda ko'rmagan Kang nevaralari jamuljam bo'lib bu to'yga tashrif buyurisharmikin? Qizlar kushandasi Kang Hyun-men tashrif buyurdi. Qandaydir anqovni yetaklab kelganmi? Nevaralarning eng kichigi va mashhur yulduz Kan So-woo yetib keldi. Nihoyat ular bir joyga yig'ilmoqda. Endi agar isyonkor Kang Ji-won ham kelsa, uchala nevara to'liq ko'rinish bergan bo'ladi. Qiziq, nima deb o'ylaysiz? Kang Ji-won to'yxonaga kelarmikin? Bularni bari nima? Endi menga mos kiyinishing kerak. Qani boshlaymiz? Nima gap? Boshqa birov bilan keldingmi? Ha, Kim bilan? uni sen tanimaysan. Qanaqa qiz ekan u? Meni ta'qib qilishdan charchamadingmi? Buni senga aloqasi bo'lmasin. Shunday ekan, o'zingni ishingni qil. Buni kiyishini xohlayaptimi? Haqiqiy bezbet-ku. Yuziga bir tushirib, boshqa narsa olib kelishini aytsam ekan-a? Yo'q, bunday qila olmayman. Axir bobosi kutyapti-ku. Endi hammasi yaxshi.
Hammasi biz bog'cha bolalarimizmi? Ha, jin ursin, bunga tanlanish uchun qancha xom ichgandim, a? O'zingni qo'lga ol. Bu yerda eng chiroylisiman. Hammasi joyida. Qani ketdik. Yarmi ortda qoldi. Yarmi. Janob, biz tayyormiz. Tomosha boshlandi. Ketdik. Hozir nima qilyapmiz? To'y marosimi. Biz turmush quryapmiz. Nima? Jinni bo'ldingmi? Hali emas. Axir menga boshqacha aytganding-ku. Ozgina boshqacha aytgandim, ozgina. Bunday qilolmaymiz. Hammasi joyida. Nimani rejalashtiryapsan o'zi? Odamlar qarab qoldi, yura qol. Yo'q, bu noto'g'ri. Ketdik. Nima qilyapsan? Meni yerga tushir hoziroq. Mening suyukli bobojonim, unashtirilgan qizimni sizga to'y sovg'asi sifatida taqdim etaman. Sen bola, nima deyapsan? Qayerdan kelding, qizim? Kechirasiz? Agar bizning xiyonmen shu yergacha seni olib kelgan bo'lsa, Men Johnson qizlar litsey bitiruvchisiman. Ular bilan salomlashsang-chi? Bu mening aziz bobomni 5-xotini. Qanday qilib bunday qo'pol gapirasan? Kechirasiz. Sizning maxsus kuningizni buzish niyatim yo'q edi. Nimalar qilyapsan? Senga ham shu savolni bermoqchiman. Shunday joyda unga qarshi chiqasanmi? Nima qilyapsan? Tezroq uzr so'ra. Nima uchun? Tezroq qil. Istamayman. Ming bir uzr. Vaqt tugadi. Men ketyapman. Hoy, yo'qotilgan vaqt hisoblanmaydi. Yo'q. Nima u rostdan ham sening unashtirilgan qizingmi? Ha, albatta, u bilan tanishib oling. Bu xonanda Kang Suvon. Ha, biz amaki-vachchamiz. Tanishganimdan xursandman.
Yana biroz vaqt bor. Aytgancha. Bu ishing Hejiga qattiq botadi deb o'ylamadingmi? Nega u bilan munosabatda emasman-ku? Meni qizimni oldida bunday gaplarni gapirmang. Demak, Hyunmenni unashtirgan qizi sen ekansan-da. Men Pak Hejiman. Hyunmen bilan bolalikdan beri do'stmiz. Tanishganimdan xursandman. Xursandmisan? Senda g'urur degan narsa bormi? Jivon, bu yerda nima qilyapsan? Senchi bu yerga pulni deb keldingmi? Pulga shunchalik muhtojmisan? Birinchi qism yakunlandi. Ushbu dorama Minho TV jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Aryum, Minho, Mitsuha hamda Elmurod ishtirok etdi. Bizni kuzatishni davom eting. Keyingi qismlarda ko'rishguncha. 당한 거야 기다려왔던 운명 같아 내 전부를 다 걸 만큼 너무나 소중해 I feel your heart